Salom, keling bugun zalni bezatamiz. Ushbu vetkani o'tgan yili shundoq g'ijimlab korobkaga solgan ekanman. Uni ochishda ancha qiynaldim. Amallab ochib televizor ustiga qo'ydim, lekin u qulab tushdi. Keyin yana qayta qilishga erindim-da, shunda televizorni pastiga qo'ydim. Archam zalda ekanligi va zalni korичневый tsvetda qilganim uchun bu yoqni to'ldirish uchun ham korичневый tsvetdan foydalandim. Konusimon archalarni qo'yib chiqdim. Keyin ularni surdim ozroq, chunki yangi olgan gnomimni ularni yoniga qo'yadigan bo'ldim. U ham konusimon, ham archani pastida joyi yo'q. Keyin sun'iy shamlarimni yoqib chiqdim, batareyalari yo'qlarini almashtirdim. Artur esa hamma shamlarimni joyini o'zgartirib, konuslarni joyini o'zgartirib tashladi. Oxirgi etapda yong'oqli podelkamni ustiga sham qo'ydim va shu bilan оформленияni tugatdim. O'ylaymanki, xonamga mos chiroyli оформление bo'ldi. Like bosib qo'ying, keyingi videolargacha paka-paka.